Lekin sizga mana qarang, Alisher qo'yilgan-ku. Nima Sherali emas shu otiz? Messi bilan adashib qolardim unda. Sherali. Messi, haqiqatan ham lekin. Lionel. Sherali, Lionel Messi. Adashtiradi odamni, to'g'ri. Mana shunlar o'ylab keting shu uyga ketishdi. Mana siz aftingizga qarasa, mana Zokir tog'omni o'zisiz. Kimmi? Zokir tog'om. Bir kayfda yurib, tuylaga chiqib 4 ta she'r yodlagan, shu o'yirmon deb hamma mahalla yuradi. Abi, show biznesga uni o'xshaygan ism qo'ying, mana masalan hozir tuyga chiqib, keyingi so'z navbati Jensovetni boshlig'i Alisherjon Uzoqovga degan-da, uni zo'r joyi yo'q. Endi otizni bir modniy qo'ying deyman-da. Mana Tursun degan jo'ram bor. Tursun urolog. Qarang, bir-biriga mos. Basing. Ibi telefon bo'libdi. Uzr telefon. Alo. Asilbek? Ibi to'yla yo'qmi? Rasul, sezonman reytinging tushib ketibdi. Menga qarab, bitta fikr bor, zo'r fikr. Mana Alisherjon bilan uylar hozir. Menga qarasam, bitta do'p top boshga kiyishga. Bormi? Ana bitta kostyum shim top, galstuk bormi galstuk? Ana shuni kiyda, menga qara oldim bitta katta yosh kattaroq hofizni ham top. Men bekorchi odammanmi? Bo'layman. Dunyodan o'tgan bo'lsa ham mayli. O'sha xonandan topda internet yo'qib, aslida bu odam alo. Qo'yib qo'ydi. Asilbek bu-ku ashulachi. Tuylarim kamayib ketib deganiga zo'r PR xod qilib beruvdim-da. Shuni qil deb o'zi biladi menga nima. Kinoda o'ynolmaydigan rollarni yaxshi o'ynolmaydigan tuftaroq bolalarga bir maslahat bersangiz. Sizga o'xshagan bolalarga? Yo'q, sizni taqlid qiladigan vachalarga. Tufta o'ynash bo'yicha maslahat bersangiz. Sizdan olishdi maslahat. Siz bering. Men aytaymi? Maslahat kamroq o'ynang Alisher Uzoqov rollarini kamroq taqlid qilinglar. Zo'r aktyor bo'lib ketasizlar. Meni sizlarga maslahatim ana shu. Endi siz ham Alisherjon panoramalarni tagiga borib, kechalar yig'lab yurmasdan bo'ldi endi. Vaym payin oling siz ham. Chiqing yoshlarning ichiga. Shu baxtingizga ko'rsatuvingiz sal yaxshi tortib ketdi-da. Xudoga shukr. Bo'lmasam shu yoshingiz ham borib tabiblik qiladigan yoshga borib qolgansiz. Qo'ltiq qilibdi, nardan qistirib sanatoriyaga borib ko'k choy ichib o'tiradigan yoshda edingiz o'zi aslida. Shu yeb qoldi. Ammo shu ko'rsatuvingizga ozgina reyting olib bersangiz, 2-3 ta ko'rsatuv qilasiz. Shu bilan chiqing, bir sanatoriyalarga boring. Ulpatlarni chaqiring-da, qariyalar bor, choy damlab, ko'k choy ichib. Davleniya nechi davleniya? Qon bosim nechi yuradi deyman? Nechi deyman qon bosim? Dedim-ku. Nechi o'sha? Bo'ldi, buni yoshlarga qo'yib bering, uni bor ekan-ku yoshlar. Shularga bering, shular bir olib borsin, balki bulardan sal aniq u ma'niliroq savollar chiqadi. Kimdir tushunibdimi? Kimga aytibdi bu? Jim o'tiradi deb yozilgan mana bu yerda. Men qarang, to'g'ri siz o'ylab gapirasizmi yo gapirib o'rayapsiz? Yo o'zi o'ylab gapirasizmi? Qanaqaga o'xshaydi? Menga qara, Alish kalla qo'yib turadi, qanaqadir gaplarni gapirib internetda deysan, normal odam. Yo'q, boshqa Alisher edi. Boshqa Alishermi? Boshqa. Menga qarang, Alisherjon, ayollar kiprik bo'yayotgandan qiling o'zingizda. Tushunmadim. Og'zingizni ochmang, jim o'tiring.